Agarda ish sudgacha yetib borganida, unga umrbod qamoq jazosi berilishi mumkin edi. Nimaga agarda dedim? Chunki ish sudgacha yetib bormagan. Afsuski 2019-yil avgust oyida sud boshlanishidan avval Jeffrey Epstein o'z kamerasidan o'lik holda topilgan. Aynan mana shu nuqta, ya'ni uning g'alati o'limi odamlar orasidagi shubhani yanada urchitdi. Birinchidan, yodingizda bo'lsa, o'sha yillarda ham Amerika prezidenti Donald Trump edi va u pedofil Epstein bilan anchayin yaqin bo'lgan. Ikkinchidan, u vafot etishidan biroz avval kameradoshi boshqa kameraga ko'chirilgan, ya'ni Epstein o'zi yolg'iz qolgan. Uchinchidan, aynan o'sha kuni navbatchilar undan umuman xabar olishmagan. Aslida o'sha kecha navbatchilikda bo'lgan Tova Noel va Michael Thomaslar har 30 daqiqada Epsteindan xabar olib turishi lozim edi. To'rtinchidan, u vafot etgan kunda qamoqxona videokameralari ham ishlamagan. Beshinchidan, Epstein jasadi jamoatchilik va ommaviy axborot vositalari uchun ko'rsatilmagan. Jasad va autopsiya tafsilotlari faqat rasmiy organlar va yaqin qarindoshlar uchun ochiq bo'lgan xolos.